Muhim xabari kino olamida Barchin G'ofurovani to'shakka majburlashgani ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bugun aktyorik san'atning qirolichasi deb tanilgan Barchin G'ofurova ochiqchasiga gapirib, milliy kino olamidagi zulm va krizislarni oshkor qildi. U o'zbek filmdan kelgan taklifni, ya'ni fohisha obrazini ijro etishni so'raganini ro'kach qildi. Bu esa nafaqat shaxsiga, balki butun bir san'at makoniga qarshi vakolatli tanqid edi. Men o'z hayotimni san'atga bag'ishlaganman, ammo bugungi kino ijodda ruh yo'q, g'oya yo'q. Meni bu rolga chaqirishganda nafaqat ranjidim, balki o'z kasbimdan shubhalandim, deydi aktrisa. Qiziqarli jihati, Barchin G'ofurova roli uchun asosiy motivi pul bo'lganini aytib, balki fohisha rolini ham oddiy bir rolga o'xshatmadi, balki san'atsizlik va sharmandalik deb ta'rifladi. Uning Baxt ovchisi serialidagi Zuli obrazidagi voqealari ham achchiq, zaharli taronalarga sabab bo'ldi. 233 ming so'mlik gonorarga rozi bo'lingan, lekin onasining saraton kasalligi uchun arzon gonorar yetmay qolgan paytlar ham bo'ldi. Bundan tashqari sahnadagi fazilatlari bilan tanilganiga qaramasdan, Barchin aktyor sifatida o'zini yomon ko'rsatgani uchun qo'pol tanqidlar eshitdi, ba'zida esa haqorat ham uchradi. U intervyusida yana quyidagilarni ta'kidladi: san'at asrab olish emas, balki tarbiya berish va o'ylantiruvchi bo'lishi kerak. Kino ishlab chiqarish tadbirkorlik asosida emas, balki xalq uchun ham ma'naviy boylik ulashishi lozim. Kinoda bugun qahramon emas, sensatsiya kerak bo'lib qoldi. Barchin G'ofurova shuningdek shaxsiy hayotidagi og'ir kasalliklar, baxtsizliklar va ismiga bo'lgan iloji yo'q qarorlardan ham ochiq gapirdi. U Umidani Barchinga o'zgartirganini, alkogolizmdan aziyat chekkan otasi va aldangan ishqiy munosabatlardan keyin o'zini qayta tiklash yo'lini so'zlab berdi. Barchin G'ofurova bu nafaqat aktyor, balki inson. U bu dunyoda fohishalik rolini emas, balki insoniylik, san'at va tarbiya mavzusidagi najotkor rolini ijro etmoqda. Uning taqdirlari, iztiroblari va har bir so'zi bugungi krizisdagi o'zbek kinosidagi chinakam yuzlanishdir.